هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Yunus tefsiri 90. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Yunus suresi 90. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Biz İsrail avladını denizden ötküzüp ettik. Ulanı Firavun ve onun askerleri zulüm ve zoravanlık kılış yüzünden qoğladı. Firavun g'arq bo'ladigan vaqtda iman etdi ki İsrail avladı iman etgan ilahdan gayri ilah yoktur. Men musulmandinman dedi. Onunla deyildi ki hayatın ümit üzgününde emdi iman etamsan ilgiri Allah'a asili kılgan ve buzgunçıladın boğan idin. Sendin kiyinkilerge ibrat boluşun için bugün senin cesedini kutkuzumuz. Yani senin cesedini denizden çıkarıp koyumuz. Nurgun kişiler şek şübhisiz ki bizden ayetlerimizden gafildir. İsrail avladının qutulğanlığı Firavun ve onun taraftarlarının g'arq bolğanlığı. Allah Teala bu ayetlerde Firavun ve onun qo'shinlarini suğa qanday g'arq qilganligini bayon qildi. İsrail avladi Musa alayhissalomning hamrohligida Misrdan chiqqanda ularning soni balalardan boshqa 6000 jangchidan tarkib topgan edi. Ular Qibti qavmidan nurg'unlagan zibu zinnet buyumlarini ariyet ilib, özleri bilen billa ilib chiqqan edi. Şuna Firavun ularga qattiq g'azablanib, her joydagi shahar ve rayonlarga askar to'plashga odam evetdi. Firavun İsrail avlodining orqasidan qo'g'lab yetish uchun Allah Taala iroda qilgan g'arq qilinadigan joyga zo'r qo'shin bo'lib atlanıp çıktı. Onun devlet erbablarından çoğun küçük hukukdarlarının hemmisi qo'shin bilen birge çıkan idi. Ular İsrail avladıga gün çıkan mezgilde yetişip aldı. İki top yani Firavun topu bilen Musa aleyhisselamның topu birbirini körüp turuşkan çağda Musa'nın adamları. Ular yani Firavun bilen qo'shini bizge çoğum yetişip aladigan bo'ldi dedi. İsrail avladi deniz boyuğa bağanda Firavun ularga yetişip aldı. Bu çağda iki taraf arasında fakat uruş kılmaktan başka yol kalmagan idi. Musa aleyhisselamның adamları biz bu kıyınçılıktan qanday qutulamiz deyishib ketdi. Musa aleyhisselam ularga hakikaten men bu joyga kelishga buyurildim. Undaq bo'lmaydi. Yani hergizmi yetişelmeydi. Rabbim hakikaten men bilen billa meni qutuldirish yo'liga boshlaydi. Meni qutulish yo'liga boshlaydi deb javob berdi. İş şu derecede tersleşkende Allah Teala osonlik ato qilib Musa aleyhisselamni hassi bilen dengizga urishga buyurdi. Musa aleyhisselam hassi bilen dengizga urdi. Shuning bilen dengiz bölündü. Bölüngen suyning her bir tarafi goya nahayet çoğun bir taqqa o'xshaydi. Her bir qabilaga birdan 12 yol içildi. Her bir qabilaga birdan 12 yol içildi. Allah Teala shamalga buyruq beribdi. Shamal denizden içilgan yollarni qup-quruq qilib etdi.
biz shak shubhisiz Musaga vahiy qildikki, sen mening bandalarimni kechida Misrdan elib chiqib ket. Sen Hasanni dengizga urib, ularga bir quruq yo'l ochib bergin. Fir'avnning arqongdan qo'g'lab yetishib olishidan qo'rqmagin. Dengizda g'arq bo'lib ketishdanmi qo'rqmagin. Har bir qavmning bir-birini ko'rib turishi va o'zlarini halok bo'ldik deb qolmasligi uchun yo'llarning orasidagi suv tur shakliga o'xshash to'shq qilindi. İsrail avlodining hammasi dengizdan o'tib, sog'-salomat qirg'oqqa chiqib bo'lganda, Fir'avn va uning qo'shinlari dengizning u tarafiga yetib keldi. Boshqa ranglik otlarni hisobga olmaganda Fir'avn 100 ming kishilik qaragir otliq qo'shin bilan birga edi. Fir'avn bu ahvollarni ko'rib qattiq qo'rqqanligidan uni surbesib ketdi. Ondan kayniga dojib va chekinishni o'yladi. Biroq uningga qutulish yo'li yo'q edi. Chunki uningga putilgan taqdir ijro bo'ladigan, uningga o'qilgan la'nat, qilingan badduolar ijobat bo'ladigan payt kelgan edi. Jibril alayhissalom keng tuvoqliq duldul atqa minib, Fir'avnning etining yon tarafiga keldi. Jibrilning eti Fir'avnning etiga qarab kishnidi. Ondan Jibril alayhissalom eti bilan dengizga sho'ng'idi. Uning etining orqasidanla Fir'avnning etimi dengizga qarab chopdi. Fir'avn xudini yo'qitib, qo'l ostidagi askar boshliqlarga otlarini qamchilashga buyurib mundaq dedi: İsrail avlodi dengizga kirishga bizdan haqliq emas. Barliq qo'shin İsrail avlodining orqasidan dengizga kirdi. Mikail alayhissalom ularning orqa tarafidan turib, ulardan birini qo'ymay dengizga haydadi. Ularning hammasi dengizga to'liq kirib bo'lganda, shundaqla dengizga avval kirganlar dengizning u qirg'og'iga chiqishga tamshilayotganda, qudratli Alloh dengiz suyini qo'shilib ularni g'arq qilishga buyurdi. Dengiz suyi birlashdi. Ularning birimi saq qolmay dengiz to'lqinlarining ichida qoldi. To'lqinlar Fir'avnni o'rib olg'achqa u o'lim xavfi ichida qoldi. Shu holatda qolganda u mundaq dedi: Iymon etdimki, İsrail avlodi iymon etgan ilohdan g'ayri iloh yo'qdir. Men musulmonlardanman. Fir'avn iymon qilchi manfaat bermaydigan chaqda iymon etdi. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik. Biz burun Allohga shirk qilgan butlarni inkor qildik dedi. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Bu, ya'ni azobni ko'rganda aytgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalar orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi. Fir'avn yuqorqi so'zlarni degan chaqda Alloh taolo unga mundaq dedi: Hayotdan umid uzginingda endi iymon etamsan, ilgari Allohga osiylik qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding. Ya'ni sen mushu vaqtda iymon etamsan, buningdan ilgari sen Alloh bilan o'zingning orasidagi ishlarda Alloh taologa osiylik qilding va zaminda kishilarni ozdiradigan buzg'unchilardan bo'lding. Ularni biz do'zaxga undaydigan peshvolar qildik. Ya'ni ularni biz dunyoda gumrohlar egishadigan kufrning boshliqlari qildik. Qiyomat kuni ular yordamga erisholmaydi. Ya'ni qiyomat kuni ulardan azobni dab'i qiladigan madadkor bo'lmaydi.
Allah Teala'nın bizge Firavun'un şundaq holatda iman etganligini bayon qilib berishi yo'shurun sirlardan bo'lib, Allah Teala uni payg'ambar alayhissalomga bildirgan. İmam Abu Davud İbn Abbas radıyallahu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jibril menga mundaq dedi. Firavunning Allah Teala'nın rahmetiga erishib kelishidan ansirab, dengiz suyini qamallab, qahrim bilan uning ig'ziga tiqiyotganligimni ko'rsang eding. Bu hadisni Tirmizi ve İbn Cerirmo rivayet qilgan. Sendin keyinkilarga ibrat bo'lishing uchun bugun sening jasadingni qutqizamiz ve yani sening jasadingni dengizdan chiqarib qo'yamiz. Yani sening jasadingni İsrail avlodiga sening o'lganligingga ve halok bo'lganligingga Allah Teala'nın her narsani qilishga qodir ekanligiga ve hech narsaning Allah Teala'ga tankilanmaydiganligiga pokit qilib ko'rsatish uchun egizrak bir o'ringa chiqarib qo'yamiz. İbn Abbas radıyallahu anhuma ve başka salaf olimlari bu ayet haqida mundaq deydi. Hakikaten İsrail avlodining ba'zisi Firavunning rost o'lganligidan shaklendi. Shuning bilan İsrail avlodining uning o'lganligini ve halok bo'lganligini ko'rishi uchun Allah Teala dengizga uning jonsiz jasadini hammaga tonishliq bo'lgan tömür chapini bilan dengiz sahilideki egizrak o'ringa chiqarib, tik turg'izib berishga buyurdi. Nurg'un kishilar shak shubhisizki bizning oyatlarimizdan g'ofildir. Yani ular Firavun ve onun kavminin g'arq qilinib, halok bo'lishidan ibrat olmaydi ve va'z nasihat qabul qilmaydi. Firavun ve onun kavmi Ashura kunida halok qilingan edi. Bu haqda İmam Buxoriy İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga keldi. Madinadagi Yahudilar Ashura kunida ro'za tutatdi. Payg'ambar alayhissalom ulardan: "Sizlar ro'za tutayotgan bu kun qanday kun?" deb so'radi. Yahudilar: "Bu kun Musa alayhissalom Firavunning ustidan g'alaba qilgan kun" deb javob berdi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom sahobalarga: "Sizlar Musa alayhissalomning tutgan ro'zasini tutishda Yahudilardanmi haqliroqsizlar? Bu kunni ro'za tutinglar, bu kuni ro'za tutinglar" dedi. Şübhisizki biz İsrail avlodini ularning dushmanlarini halok qilgandan keyin yaxshi joyga o'rinlashtirdik. Ularni shirin narsalar bilan rizqlantirdik. Ularga ilm, yani Allah'ның hükmini ichiga olgan Tevrat kelgandan keyin ular din ishida ondan ixtilof qilishdi. Rabbing qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan narsalar ustida ularning orasida albatta hukm chiqardi. İsrail avlodining yaxshi o'ringa o'rinlashtirilganligi va ularning pok shirin narsalar bilan rizqlantirilganligi. Allah Teala İsrail avlodiga in'om qilgan diniy va dunyolik narsalardan xabar berdi. Shubhisizki biz İsrail avlodini ularning dushmanlarini halok qilgandan keyin yaxshi joyga o'rinlashtirdik. Bu yaxshi joy Misr zaminini ve Şam zamininin Beytul Muqaddasga yondashib turadigan yerlerini ve Beytul Muqaddasning atroflarini ko'rsatdi. Allah Teala Firavun ve onun qo'shinlarini halok qilgandan keyin Musa alayhissalom davlatining sultonligi Misrning butun shahriga to'liq kengaydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Bo'zaq qilingan qavmni, ya'ni Bani İsrailni biz barakatli qilgan Şam zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafga varis qildik. İsrail avlodi sabr qilganliklari uchun Rabbingning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Firavun ve onun qavmining salganları, yani imoratlarini
ve yasaganları, yani bağları ve ikinzarlıklarını veyran kıldık. Biz ularni, yani Fir'aun bilen onun kavmini bağladın, bulakladın, hazineledin ve İsrail turduğan ve isil turalgıdın ayrıvettik. Şundak kılıp ularni Beni İsrail'a miras kılıp verdik. Ular g'arq bulup nurgun bağlarni, bulaklarni, ziraatlarni, çıraylık caylarni kaldırdı. Lekin İsrail avladı Musa aleyhisselam başçılıqda İbrahim aleyhisselamның şəhri bolğan Beytul Muqaddesni közləb davamlıq ilgirildi. Beytul Muqaddesdə Amalika kavmi var idi. Biroq İsrail avladı Beytul Muqaddesga yaqinlashganda ular bilan urush qilishdan yenib oldi. Shuning bilan Alloh taolo ularni Tayh cho'lida 40 yil ozdirdi. U çölde oldu bilen Harun aleyhisselam, andın Musa aleyhisselam vefat buldu. O ikisinin vefatından keyin ula Yuşa ibn Nun aleyhisselam başçılıqda bu çölden çıktı. Şunun bilen Allah Teala ulağa Beytul Muqaddesni fethi qilishni nasip qildi. Ula bu joyda bir zamanlagıcha saltanatlik davr sürdü. Ularni şirin nesile bilen rızıklandırdık. Yani tabii cehette pak, paydılık ve şirin şer'i cehette halal bulgan rızıklarını ata kıldık. Ulağa ilim, yani Allah'ın hükmünü içine algan Tevrat gelgenden keyin ula din işide ondan ihtilaf kılıştı. Yani dini cihetten birer meselede iniq bilimge egi bolgandan keyinla ihtilaf kılıştı. Allah Teala ulağa meselelerini uçuk bayan kılıp bergen ve uladaki şek şübelerini kötürüp etken boğaçka ula ihtilaflaşması gerek idi. İmam Hakim Mustedrek degen kitabıda Peygamber Aleyhisselam'ın mundaq degenlikini rivayet kıldı. Hakikaten Yahudiler ihtilaf kılışıp 71 firqaga bölünüp ketdi. Hristiyanlar ihtilaf kılışıp 72 firqaga bölünüp ketdi. Kelgüsüde bu ümmet 73 firqaga bölündü. Uladın bir firqisi cennette, 72 firqisi devzakta buludu. Sahabeler. O cennet ehli kimler? Deb sorganda Peygamber Aleyhisselam, men ve mening sahabelerim mangan yolda manganlardır dedi. Rabbin kıyamet günü ula ihtilaf kılışkan nesile üstüde ulanın arzıda elbette hüküm çıkırdı. Mübade sen sana biz nazil kılgan kitaptın şeklindiğen bolsan, senden ilgiri kitap okuganlar, yani Tevrat bilen İncil nazil kılıngan Yahudiler ve Nasaralardan sorap bakın. Şüphesiz ki sana Rabbin tarafından hak Kur'an geldi. Sen hergiz şek kılgıçıladın bulmağın. Sen hergiz Allah'ın ayetlerini inkar kılgıçıladın bulmağın. Ondaq bolsan ziyan tatqıçıladın bolup kalısan. Şüphesiz ki Rabbinin lanetiga tegishlik bolganlar iman etmaydi. Ularga bütün möcüzeler ko'rsatilgan taqdirdami qattiq azobni ko'rmagicha iman etmaydi. Qur'oni Karimning rastligi haqida ilgiriki kitoblardami dalillarning borligi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ular elchiga, ummi payg'ambarga, yani Muhammed aleyhisselamga ergişidir. Ular öz ilkideki Tevrat, İncillarda onun sübtinin yazılganlıqını gördü. Ular kitaplarından ügengen bilim arqılıq Muhammed aleyhisselamның haq payg'ambar ekanligini xuddi özlerinin oğullarını tanıgandek tanıp turdu. O bilimge şek kılıdı. Onu özgertip etdi ve almashtırıp etdi.
özleriga qarshi pok turg'izilgan turuqliq, ular uningga iymon keltirmaydi. Shubhisizki Rabbingning la'natiga tegishlik bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga bütün mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Ya'ni ular o'zlariga iymon asqatadigan chaqda iymon etmay, aksicha iymon hech bir jonga asqatmaydigan chaqda iymon etadi. Shunglashqimi Musa alayhisalom Fir'aun va uning qavmiga beddua qilganda mundaq degan: Ey Rabbimiz, kishilarni yo'lingdan ozdirishi uchun ey Rabbimiz, Fir'aunga va uning qavmining cho'nglariga hayoti dunyoda zinnat buyumlarini, turli mol-mulklarni berding. Rabbimiz, ularning mol-mulklarini yo'q qilgan, ularning dillarini qattiq qilgan. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin. Allah Taala mundaq deydi: Biz ularga, ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan. Biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdami, Allah xohlamagicha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. Allah Taala mundaq deydi: Halak bo'lgan shaharlar aholilari ichida Yunus qavmidan boshqasiga azobning alomatini ko'rib aytgan iymonning foydasi bo'lgani yo'q. Yunus qavmi iymon etganda dunyo hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib o'tdi. Ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajli yetkigunga qadar dunyodagi shaylardan bahramand qildik. Azob kelayotgan chaqda aytgan iymonning faqat Yunus alayhissalomning qavmiga manfaat qilganlik. Alloh taolo mundaq deydi: Ilgiriki ummatlardan biz ularga avatgan payg'ambarlarga to'liq iymon etgan birmu shahar aholisi yo'q edi. Yo'q. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sendan burun biror payg'ambar avatsakla, uning qavmi yoki uning qavmining ko'p sondikilari yolg'onchiga chiqadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allohning oyatlarini inkor qilguvchi bandalarga afsuski, ularga biror payg'ambar kelsa, uni masxir qilishdi. Ulardan ilgariki ummatlarmu shundoq edi. Ularga har payg'ambar kelsa, ular uni bir sehrigar yoki bir majnun dedi. Shuningdek, sendan ilgari har qachon biror shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatsaklar, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bovularimizning bir xil diniga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. İmam Buxoriy payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Manga payg'ambarlar ko'rsatildi. Ondan payg'ambarlar bir-birlab o'tishga boshladi. Ba'zi payg'ambarlar bilan top jamoat birga edi. Ba'zi payg'ambarlar bilan birla odam, ba'zi payg'ambarlar bilan faqat ikkila odam bor edi va ba'zi payg'ambarlar bilan hech kishi yo'q edi. Ondan payg'ambar alayhisalom shu so'zining davomida Musa alayhisalomning ergashuvchilarining ko'p ekanligini bayon qildi. Yana payg'ambar alayhisalom o'z ummatining sharq va g'arbning ufqini to'sib olg'idek darajada ko'pligidan xabar berdi. Buningdan maqsad Yunus alayhisalomning qavmidan boshqa ilgariki ummatlardan bütün aholisining hammasi iymon etgan birmu shahar yo'q edi. Yunus alayhisalomning qavmi Neynava yurtidan edi. Ularning Yunus alayhisalomga iymon etishining sababi shuki, ular payg'ambari ogohlantirgan azobning alomatlarini o'z ko'zlari bilan ko'rgan va payg'ambari ularning orasidan chiqib ketsa, u azobning yetib kelishidan qo'rqqanlikdan edi.
qo'rqqanligidan edi. Shu chaqda ular Alloh taologa noli faryod qilib duo qildi. Bola chaqalari va mol varonlarini yig'ib Alloh taologa yalvorib yelindi. Alloh taolodan payg'ambari ogohlantirgan azobni o'zlaridan ko'tirib etishni tilidi. Shuning bilan Alloh ularga rahim qilib, ulardan azobni ko'tirib etdi va ajlini kechiktirdi. Halak bo'lgan shaharlar aholilari ichida Yunus qavmidan boshqasiga azobning alomatini ko'rib, aytgan iymonning foydasi bo'lgani yo'q. Yunus qavmi iymon etganda dunyo hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tirib etdi. Ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajli yetganga qadar dunyodagi shaylardan bahramand qildik. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Yunus alayhissalomning qavmidan boshqa hech qanday bir shahar ahliga kafir bo'lganligi uchun azob hozir bo'lgan chaqda iymon keltirishi bilan u azob ko'tarilib ketgani yo'q. Yunus alayhissalomning qavmi Yunus alayhissalomning o'zlarining orasidan chiqib ketganligini ko'rib, o'zlariga azobning yaqinlashganligini tushundi. Alloh taolo ularning dillariga tavba qilishni soldi. Ular yirik yungdan tikilgan kiyimlarni kiydi. Charu mollarini qo'zilaridan ayirdi. Ondan Alloh taologa nola faryod qilib 40 kecha duo qildi. Ular ilgari qilgan gunohlarga chin dilidan pushaymon qilganligi va tavba qilganligi uchun Alloh taolo ularning ustiga kelib bo'lgan azobni ko'tirib etdi. Haqiqatan Yunus alayhissalomning qavmi Mosul degan yerning Neynava yurtidan edi. İbn Mas'ud, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr va ilgiriki salaflardan bir qancha kishimi shundaq rivoyat qildi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Yunus surasi tafsiridan 98-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.